Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Baytul Maqdisdan 7 qavat osmonga ko'tarilar ekanlar. Har bir osmonda payg'ambarlar bilan uchrashdilar. Alloh taolo namozni farz qilib qaytayotganlarida Musa alayhisalomga kelganlarida Musa alayhisalom nima dedilar? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh sizga nimani buyurdi? Ummatingizga nimani farz qildi? Payg'ambar alayhisalom 50 vaqt namozni dedilar. Musa alayhisalom, Robbingizga qayting, ummatingizga yengillik so'rang, meni qavmim bunga toqat qila olmadi. Payg'ambar alayhisalom Allohning huzuriga qaytdilarda Allohdan namozni yengillatishini so'radilar. 5 vaqt namoz qisqartirildi. Ya'ni 45 vaqt namoz farz bo'ldi. Yana Musa alayhisalomga qaytganda yana mana shu hodisalar takror bo'lib to namoz 5 vaqtga qisqarguniga qadar davom etdi. Shunda ham Musa alayhisalom yana Allohdan yengillik so'rang deganda payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Endi hayo qilaman dedilar. Va u zotga nido qilindiki, sizga ana shu 5 vaqtingizga 50 vaqtni ajri savobi berilishligi va'da qilindi. Har bir o'qigan namozimiz uchun, bir mahallik namozimiz uchun 10 mahallik namozni ajri mukofoti beriladigan bo'ldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shu darajada bizga yengillashtirdi. Endi shunda ham namozga beparvo bo'ladigan bo'lsak, shunda ham namozga dangasalik qiladigan bo'lsak, qanday holatda ekanligimizga o'zimiz bir baho berib ko'raylik azizlar.